Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Tezda xabardor bo'ling batafsil videoda. Joriy yilning 18-23 aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Unga ko'ra Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob shahri, Sabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'yshrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nuroto, Kanimex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlari va Angiren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlari va Xonobod shahrida, tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar va dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.